Hammaga assalomu alaykum aziz o'rtoqlar. Hozir biz Yunusobod tumanida turibmiz, ya'ni Malika savdo majmuasining yonginasida joylashgan yangi turar joy majmuasini 9-qavatida joylashgan 93 kvadrat metrli ajoyib bo'lgan ta'mirdan chiqqan zo'r bitta uyimizni sotuvga qo'yilgan. Shuni obzorga kelganmiz. Hozir masalani umumiy qilib tanishtirib chiqaman. Qani bo'lmasam sekin boshlaymiz. Bu podyezddan kiruvchi qismimiz. Eslatib o'taman, uyimizda ozgina muddat yashalgan, lekin uyimizga urinib ketmagan, yangidek turibdi. Uyimizning terrasa qismi ham bor, lekin terrasaga chiqa olmaymiz hozir. Ayrim sharoitlarga sabab tepa yopiq hozir. Keyinchalik kelganinglarda ko'rsatib ketamiz. Xo'p, mana stroyni mebellarimizga kirganimizda zirkalli oynalarimiz bor. Uyimizda to'pli pol, полностью hamma joyi issiq to'pli pol qilingan va bu yoqda regulyatorlari bor. Hamma xonada regulyatorlar bor, boshqarsanglar bo'ladi. Endi bu yoqda mana yo'lligimizda tepaga chiqib qurish qismimizda, ya'ni zinamiz bor. Zinadan mana bu yoqqa o'tganimizda bizani yosh bolalar, kichkintoylarimiz uchun yotoqxona qilingan, 2 etajli, ya'ni 2 qavatli kravatlari joylashtirilgan. Mazza qilib aka-uka, opa-singil bo'lsa mazza qilib uxlashadi. Bu yoqda bo'lsa terrasamiz ham bor, kichkinagina balkonchamizdan chiqsak, shundoq Yunusobod maydonchalari hammasi ko'rinib turadi. Bu yoqda bo'lsa bolalar bog'chasi ham bor. Eng qizig'i bolalarimizni bog'chaga bersak, shundoq podyezddan chiqib bog'chaga kirib ketishadi, bog'chadan chiqib podyezga kirib ketishadi. Juda ham yaqin, maktab ham, bog'cha ham juda ham yaqin joyda joylashgan. Bu yoqda mana dars qilish uchun o'zlarining stullari, bu yoqda bo'lsa generatorlari, issiq, hamma joylari tayyor qilingan. Bu yoqda bo'lsa mana oynalari ham bor, o'zlariga qarash uchun zo'r sharoitlar qilib qo'yilgan. Endi bo'lsa mehmonxonaga tashrif buyuramiz. Mehmonxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli did bilan ta'mirdan chiqarib qo'yishgan, konditsioner, bu yoqda yumshoq mebellari, bu yoqda bo'lsa mana 6 kishilik mehmonlar uchun stol stullarimiz ham bor. Dekor qilib, ajoyib bir ranglarda bir-biriga moslab ta'mirdan chiqarishgan. Bu yoqda bo'lsa mana Hoffman yaxshi televizorlarimiz bor. Jurnalli stoliklarimiz ham tayyor turibdi. Mana bu yoqda ham regulyatorlarimiz bor. Uyimizning to'pli polini boshqarsak bo'ladi aziz o'rtoqlar. Xo'p, bu yoqdan chiqsak, keyingi xonamizda bizning oshxonamiz bo'ladi. Hozir oshxonani ham tanishtirib chiqaman. Oshxonamizni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli, ranglari oq-qora qilingan. Bu yoqda bo'lsa mana moykalari, gaz pech, gaz plita, bu yoqda bo'lsa mana gaz qurilmalari, hamma texnikalari Hoffman qo'yilgan aziz o'rtoqlar. Xo'p, endi bo'lsa bizning yo'lakda bitta sanuzulimiz bor, общий sanuzul, ya'ni umumiy sanuzulimiz ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilingan, did bilan avtorskiy ta'mirdan chiqarilgan, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Endi bo'lsa oxirgi xonamizda eng qiziq joyiga kelamiz aziz o'rtoqlar. Master spalnimiz. Marhamat aziz o'rtoqlar, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham keng, kattagina yotoqxonamiz bor, yumshoq kravatlari, tumbuchkalari, orqalarida bo'lsa mana yaxshi dekorlari bor. Chiroyli lyustralar qo'yilgan. Bu yoqda televizorli zonalar qilingan. Bemalol Wi-Fi'larni chiqarib, televizorlarni o'rnatib, YouTube'da mazza qilib kino, seriallarni ko'rib yotsak bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa mana yaxshi bo'yoqdan chiqqan eshiklarimiz, ya'ni shkoflarimiz qo'yilgan, kiyim-kechaklarni bemalol taxlasak bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa mana ayollarimiz uchun o'zlariga qarashlariga komodlarni tayyor qilib qo'yishibdi aziz o'rtoqlar. Aziz o'rtoqlar, bu bizning spalnimizni alohida sanuzuli bo'ladi, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham bemalol cho'milib, juvinib foydalansak bo'ladi. Juda ham sharoit zo'r qilingan. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 229 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxlarda baraka qilib beraveramiz aziz o'rtoqlar. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammanglarga omad.